Svet o'chganda endi svetsiz o'tirmaysiz. Uy sharoitida bemalol bepul svet qilsalaring bo'ladi. Bu qanaqa holatda bo'ladi deganlarga 2 dona svicha va baklashkan olib, baklashkani og'zini ochib olinadi. Ochgandan keyin patronni qo'yib kileylab qatirib olinadi. Buni yaxshi tomoni uy sharoitida qilsangiz bo'ladi. Xo'p, shuni bir qilganlar bo'ladigan bo'lsa, kommentariyada qoldirasizlar. Haqiqatda effekt beradimi yo bermaydimi? Fanarlarda qiynalib svet yoqib o'tirishni hojati yo'q. Fanar ham palon pul bo'ladi. Uy sharoitida shuni bemalol yasasalar ham bo'ladi. Qaranglar, mana patronga simlar qatirib oldi va o'tkazdi, patronni qatirdi. Bundan tashqari mana payatnida svechamizga payatni qilib oldi. Mana ko'ryapsizlar, xuddi shu holatda uyda qilsalaring bo'ladi. Tayyor, endi suvga solasizda, bemalol qatirasiz. Mana hech narsa yo'q, lampochkani qo'yasiz, mana sizga svet. Shu bepul svet deyiladi. Bemalol uyingizda necha soatdir svetingizni ta'minlab berib turadi. Obuna bo'lishni unutmanglar.